Amerikaliklarning eng obro'si baland va eng savlatli avtomobillardan bittasi. Qo'shimchasiga restylinga duchor bo'lib, go'zalligi yanada ortgan GMC Denali. Ba'zi insonlar bu avtomobilni ko'rganda nogahon xayoliga xarajatning ko'pligi esga tushadi, lekin unaqa emas. Ya'ni 602 litrli V obrazli 8 silindrli Ecotec 3 dvigateli o'rnatilgan bo'ladi va haydovchining avtomobilga bergan bosimidan kelib chiqqan holatda 6 ta, 4 ta va hattoki 2 ta silindrda ishlab beradigan DFM sistemasi yoqilg'i xarajatini kamaytirish uchun xizmat qiladi. 16.8 dyumli ulkan multimedia markaziy paneli, head-up display, Bose premium akustikasi, isitish, sovutish, panorama va hokazo funksiyalar siz uchun interyerda xizmat qiladi. Elektronli parog, R24 diski, pnevma podveska va sotuvda qora rangi ham mavjud bo'ladi. Elektronli parog narxi esa bor yo'g'i 88 ming CIP O'zbekiston bo'ladi.